Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz sizga navbatdagi yangi partiyada kelgan BC50 ga 70 press podboshliklarimizni e'tiboringizga taqdim qilamiz. Bu press podboshliklarimiz kecha yaqinda keldi, bir oycha bo'ldi. Bu press podboshliklarimiz bilasiz, juda ham og'ir sharoitlarda ishlab o'zini mustahkamligi bilan boshqa press podboshliklardan ajralib turadi. Ya'ni nimasi muhim bu press podboshligimizda? Buni asosiy muhim jihati shuki, bu bizning dalalarimizga moslashgan. Ramalari qalin temirdan qilingan, og'ir sharoitda ham ishlashga moslashgan. Press podboshligimizni priyomniy kamerasi boshqa press podboshliklarga nisbatan uzunroq, ya'ni kengroq qilingan. Ya'ni agar sizda o'sha boyagi qashak tashab ketilgan liniyamiz agar kengroq bo'ladigan bo'lsa yoki notix bo'ladigan bo'lsa, mana shu press podboshligimizni jatkasi shu kengligi hisobiga juda kam bateriya. Xullas, shu press kanaliga o'tkir berishga xizmat qiladi. Xo'p, bu yerda 3 ta vilasi bor. 3 ta vilasi mana shu priyomniy kameradan kirgan somonni ketma-ketlikda uchalovi presslash kamerasiga jo'natishni ta'minlab beradi. Mana buni ko'rsanglar, regulirovka joyi bor buni. Mana bu yerda o'zingiz kerakli teshigiga qo'yib, рабочий положениyaga qo'yib olasiz. Buni transportniy положениyaga o'tkazish uchun tagida gidravlik silindri bor. Gidravlik silindr yordamida siz mana bu shlangni distansionniy klapanga ulab qo'yasiz, traktorning orqasiga. Demak, tashqi gidravlikasiga ulab qo'yib turib, ana o'sha distansionniy klapan, tashqi gidravlika klapanlar yordamida buni aytaylik o'qariqdan o'tyapsiz yoki qanaqadir ishdan keyin masalan yig'ishtirish jarayonida, transportni holatga o'tkazish jarayonida, demak, o'sha silindr yordamida ko'tarib olib turib, demak, blokirovkasiga qo'yasiz, bo'ldi. Bu transportniy положениyaga bo'ladi. Xo'p, orqasida press iplarimiz saqlanadigan kamerasi bor, yashigi bor. Bu yerda 1, 2, 3, 4 juft press iplarini saqlashingiz mumkin. Bu sizga bemalol bir kunda 3000 ta, 4000 ta aytaylik press bog'lashingiz uchun imkon yaratadi. Ya'ni o'sha bitta zapravka bilan bemalol 3-4 mingta demak press bog'lashingiz mumkin bo'ladi. Press podboshligimizni hozir hali qo'yilishi kerak bo'lgan detallar bor ekan. Agar bilsangiz, mana bu yerda buni shotchiga turadi. Mana bu kameralari, mana bu siqish kameralari deyiladi. Ya'ni yon tomondan agar press formangiz yanada zich, mustahkam bo'lishini xohlasangiz, kam joy egallashini xohlasangiz, mana shu yon siqish kameralari yordamida mana shu plankalar, eshikchalar siqiladi va pressni, demak, zichligini shu bilan oshirasiz. Shu bilan birga yana press zichligiga ta'sir qiladigan tepa tomondan bosim qiladigan mana ikkita prujina, mexanik prujinalarimiz bor. Mana shu prujinalar yordamida pressimizni tepa past zichlik oshishiga, zichlikni regulirovka qilishga, rostlashga yordam beradi. Mana bu orqa qismi bilasiz, bu orqa qismining ham o'ziga yarasha regulirovkasi bor. Agar buni siz zanjirlar yordamida ishchi holatga o'tkazganingizdan keyin, mana bu bir qismini olib tashlaydigan bo'lsangiz, bu bir qismini olib tashlaganingizdan keyin press formangiz yerga to'g'ri yotmaydi, ya'ni biqin yon taraflama yotib qoladi. Ya'ni uzoqdan uni ko'rish imkoniyatini yaratadi. Yoki bo'lmasa yuklash jarayonida o'sha sizga yuklash uchun o'ziga yarasha qulaylik tug'diradi. Mana botlarni yechsa-da. Bu iglamiz, demak, metallический iglalarimiz bor ikkita. Uni bilasizlar, o'ziga yarasha regulirovkasi bor. Moksi bu yerda bilasiz, press iplarni bog'lash mexanizmi o'sha moksida amalga oshiriladi. Moksini bu mexanizmni har kuni adashmasam har 100 ta bog', har 50 ta bog'da sharoitga qarab endi moylab turish kerak bo'ladi. Ba'zi joylarni 1000 ta bog'dan keyin moylash kerak bo'ladi. O'shani operator kitobiga qarab turib regulirovkalarni ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Asosiy rostlanmalari o'sha o'quv qo'llanmasida, ishlatish qo'llanmasida ko'rsatib o'tilgan, o'shani asosida regulirovkalarni amalga oshirishingiz kerak. Sizda press podboshlik olishga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, biz sizga mana shuni tavsiya qilamiz, professionallar sifatida. Chunki bu press podboshlik yordamida siz o'rtacha 2000 ta, maksimum 4000 tagacha press bog'lashingiz mumkin bir ish kunida. Bu tajribada tekshirib ko'rilgan, fermerlardan demak yaxshi biz o'tizlar olganmiz. Qanaqadir sizda savol va murojaatlar bo'lsa, marhamat murojaat qiling. Hozirgi kunda bu press podboshligimiz narxi 290 million so'mni tashkil qilmoqda.
lizingga agar lizing kompaniya agar kredit orqali olaman desangiz, marhamat, shartnomalar beramiz. Xullas, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizni kutib qolamiz, murojaatlaringizni va so'rovlaringizni.